Hamma kutgan video ulitkani tuxumlatish jarayonini ko'rsataman. Menda hozir ikkita konteyner bor, bittasi katta, bittasi kichkina. Muhimi ulitkalar tuxum qo'yish uchun katta konteyner zarur. Kichkina joyda ular na qo'shiladi, na tuxum qo'yadi. Shuning uchun bugun ulitkalarimni konteynerini almashtiraman. Katta konteynerdagi 2 santimetrli ulitkalarni ajratib olishim kerak. Eng katta muammo kichkina ulitkalar ko'p bo'lsa, ularni topish qiyin bo'ladi. Chunki ular torf tagiga kirib ketadi. Shuning uchun torfni bitta-bittalab tekshirib chiqish kerak. Hattoki o'zim 2 marta ko'rib chiqaman. Keyin konteynerni tozalaymiz. Katta ulitkalarimiz tuxum qo'yish uchun qulay qilib 5-6 cm qalinlikda to'g'ri solamiz. Ovqatlarga alohida e'tibor beramiz. Turli vitaminlarga boy bo'lishi kerak. Kalsiy qolmagani uchun oddiy tuxum po'chog'idan sepgan edim. Lekin bu bir hafta oldingi video edi. Hozir esa sotuvda sifatli kalsiy bor. Kalsiy ulitkalarni tuxumlatishda juda yaxshi ta'sir qiladi. Tuxumning soni va sifati oshadi. Keyin ulitkalarni cho'miltirib katta konteynerga joylashtiramiz. Joyi esa salqin, soyali, lekin 28-30 gradus issiqlikda bo'lishi kerak. Odatda ulitkalar 2 hafta ichida tuxumga kiradi. Endi 14-16 kundan keyin shu jarayonni yana takrorlab ko'ramiz. Ulitkalar faqat toza joyga tuxum qo'yadi. Agar torf yangilanmasa, tuxum ham qo'ymaydi.